Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, gruppadoshlar, dindoshlar, yaxshimisizlar? Mana bugun xudo xolasa 18-may. 3 talik pulugimiz ham tayyor bo'ldi. Ko'pchilik so'rayotganda 3 talik ham tayyorlanglar, 892, 952. Mana xudo xolasa 82, 892, 952, 10, 25, 110 ot kuchiga ega bo'lgan traktorlargacha bo'ladi, bemalol tortadi. Bez nagruska. Limkin stil har doimgidek lemux dolatalari bilan ko'rishingiz mumkin. Silindrlari отдельный. Ozgina ishimiz ko'pligi tufayli video chiqara olmayotgandik. Xudo xolasa tez video joylab boramiz YouTube tarmog'iga, Telegram gruppamizga, YouTube kanalimizga. Aylanma puluk degan kanalimiz bor. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yib, bitta layklarni bosib qo'yib bizlarni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangilik bo'ladi degandim, albatta yangilik bo'ladi. Bugun yana bitta video chiqaramiz. Dastavka bo'yicha. Xudo xolasa obeddan keyin qo'yaman u videoni ham. Poddeshka qilib turamiz, layklarni bosib, maksimalni tanish bilishlarga tarqatib, Telegram gruppada a'zolar xudo xolasa odam qo'shib poddeshka qilib turasizlar akalar, ukalar. Hammaning ishiga omad. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlayotganlar uchun katta rahmat. Hammadan Alloh rozi bo'lsin.